Qora Onyx qidirib yurganlar, sizlar uchun Sergeli mashina bozoridan rangi qora, arzondan topib qo'ydik. Videoning oxirida sizlarga narxini aytib o'taman. Undan oldin esa mashina haqida barcha ma'lumotlarni birma-bir beradigan bo'lsak. Siz hoziroq videoga like bosib qo'ying va bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Shunga o'xshash barcha arzon mashinalarni bizning kanalimizdan kuzatib borishlaringiz mumkin. Videoni esa Onyx aka-ukalarimizga jo'natib qo'yamiz. Mashinaning ma'lumotiga keladigan bo'lsak, 2023-yil 28000 kilometr yurgan, rangi qora, lyuki bor, full variantda avtomat korobka. Balon holatiga keladigan bo'lsak, balon holatda yangi Mustang balonlari o'rnatilgan. Mashinamiz benzinda. Salon holatiga keladigan bo'lsak, salon holati ideal. Sidinalarimiz koja, ta'mirlovkaga ruxsat bor ekan, hali 2 oy. Mana bunday detallar esa qop-qora rangda qilib qo'yilgan ekan. Egalari mana shu orqa bagajda kraskasi bor deyishyapti. Yana ustangiz bilan kelib tekshirib olasizlar. Narxi 13700 deyishyapti. 13500 ga berib yuborishsa kerak. Yana ma'lumotlarni mana bu nomerlarga telefon qilib olasizlar.